Asr surasi Makkada nozil bo'lgan 3 oyatdan iborat. Ushbu sura-i karimaga ham uning birinchi oyati nom bo'lib qolgan. Asr kalimasi zamon, 100 yil, umr, asr namozi, o'sha namozning vaqti kabi ma'nolarni anglatadi. Alloh taolo ushbu surani asr bilan qasam ichib boshlab, asrning ahamiyatli narsa ekaniga e'tiborni jalb qiladi. Bu sura qisqa bo'lishiga qaramay, o'zida juda ko'p ma'nolarni jamlagan. Imom Shofiy rahmatullohi alayh agar shu suradan boshqa sura tushmaganda ham odamlarga kifoya qilar edi degan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning sahobalaridan 2 kishi uchrashib qolsalar, val asri surasini bir-birlariga o'qib bermasdan tarqalmas ekanlar. Bu sura bashariyat hayotiga islom iroda qilgan yo'l yo'riqni o'z ichiga olgan. Val asri surasining bir oyati musulmon ummatining sifatini, haqiqatini va vazifasini bayon qiladi. Bu esa o'z navbatida Qur'onning mo'jizasidir. Bismillahirrohmanirrohim. Val asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر asr bilan qasam. Ba'zi tafsirchilarimiz asrdan murod 100 yillik muddat, zamon, asr namozi yoki asr namozi vaqti ham deganlar. Alloh taolo asr, zamon bilan qasam etishi u narsaning ajoyibotlar va g'aroyibotlarla, ibrat va eslatmalarla to'la ekanidandir. Alloh subhanahu va taolo asr ila qasam ichib quyidagi oyatda keladigan ma'noni ta'kidlamoqda. Innal insana lafi khusr. Albatta inson xusrondadir. Xusron mag'lubiyat, yutqiziq va nuqson ma'nolarini anglatadi. Har bir inson xusrondadir. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Magaram iymon keltirganlar va solih amallar qilganlar, bir-birlarini haq yo'lga chaqirganlar va bir-birlarini sabrga chaqirganlar undoq emasdir. Ma'lum bo'ldiki, inson 2 dunyoda badbaxt bo'lib qolmaslik uchun 4 ta sifatga ega bo'lishi kerak ekan. Allohga iymon keltirishi, solih amallar qilishi, haq ila bo'lishi, sabrga chaqirishi. Allohga iymon keltirish insonning eng avvalgi burchidir. Iymonning inson hayotiga ta'siri cheksizdir. U bu dunyo zulmat kishanlarini parchalaydi va qalblarga umid baxsh etadi. Qiyinchilik, og'ir paytlarda inson o'zining hamma narsaga qodir yaratgani bor ekanini eslab, tortgan mashaqqatlarining savobini olishni o'ylaydi. Qarisidagi barcha to'siqlarni yengib o'tishi osonlashadi. Shuning uchun ham haqiqiy mo'minlar xotirlari jam, asablari joyida hayot kechiradilar. Allohga bo'lgan iymon kishi qalbida yaxshiliklarga yo'l ochadi, yomonliklardan, gunohlardan qaytaradi. Iymonli kishi Alloh taolo barcha holatimni, ishlarimni ko'rib turibdi. Qiyomat kuni bularning hisob kitobini qiladi deb ishonadi. Shuning uchun doimo yomonliklardan qochib, solih, yaxshi ishlarni qiladi. Iymon doimo o'z sohibini solih amalga chorlaydi. Shuning uchun ham Qur'oni Karimda iymondan so'ng amali solih zikr qilinadi. Jumladan biz o'rganayotgan surada ham amali solih Alloh buyurgan
barcha yaxshiliklardir. Haq yo'lga chaqirish ulkan insoniy fazilatdir. Islomda inson o'zi haq yo'lda bo'lishi bilan kifoyalanib qolmasligi kerak, balki o'zgalarni ham shu yo'lga chaqirishi zarur. Haq yo'lda yurish va unga kishilarni chaqirish oson emas. Haq yo'lda yurmoqchi bo'lgan shaxs o'zining havoyi nafsiga, boshqalarning tug'yoniga, odamlarning zulmiga va boshqa ko'pgina narsalarga qarshi chiqib, chidam bilan ish olib borishi kerak. Shuning uchun ham oyatning davomida sabrga chaqiriq bor. Sabr bir necha xil bo'ladi. Toat ibodatni ado etish sabr demakdir. Havoyi nafs xohlab turgan gunohlarni qilmaslik sabr demakdir. Balo ofatlar va musibatlarga taslim bo'la qolmaslik sabrdir. Sabrning oliy darajasi fojia voqe bo'lgan paytdagi birinchi zarba vaqtidagi sabrdir. Sabr barcha fazilatlarning asosidir. Shuning uchun ham Alloh taolo Qur'onda mu'minlarning asosiy sifatlaridan biri sabr ekanini qayta ta'kidlagan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر